Yaxshi yigit, meni kelganimga 12 minut bo'ldi. O'zimga qarab gapiringchi. Men shu kunga qiz bolaning ko'ziga ham, o'ziga ham qaramaganman, bo'ptimi? Bizni sevgimiz boshqacha. Boshimga bir 20 tacha baxt qush qo'ndi-yu. Bunaqa bola ko'rmaganman. Uzr kuttirib qo'ydimmi? Nima qilib yuribsiz? Men telefon ishlatmayman-ku, ashunga xat yozib uyga jo'natib yubordim, xavotir olmasin deb. Bizni sevgimiz boshqacha. Bilib Uxti! Telefonam ishlatmaydim ekan? Sizga chekyaptimi? Men chekmayman-dim. Ko'nglim meni ketadi hidiga. Voy! bizni sevgimiz boshqacha. Sigaretam chekmayar ekan. Aka tinchlikmi, nima bo'ldi? Aka bir marta ham qiz bolani ko'ziga qaramayapman-da, qizlar ko'p ekanini uyatyapman. Ha, bo'ldi, menga qarab gapiring. Nima xizmat? Sizlarda aka aksiya bo'ladi deb eshitdim ishonchda. Aksiya bo'lyapti aka, ishonch do'konlaridagi Arte, Shivaki, Avalon brendlarining ko'plab texnikalarini 34% chegirma yoki 34% bonus bilan olsangiz bo'laveradi. Bunaqasini ko'rmaganman. Yuring. Aka, undan tashqari Marvarat 12, Baraka 12, Avalonning 9, 12, 18 talik konditsionerlarga 34% chegirma yoki 34% bonus ham amal qilyapti. Zo'r. O'zi nimaga aka? Uylayotgandim. Dada, to'ydan sigaret chekmadingiz-ku. Sen ham to'ydan oldin mendan pul so'ramarding-ku. Menga tekkandan keyin faqat pul so'raydigan bo'lib olding. Bilmayman, ular chekkim kelyapti. Bitta gaping 40 kilo tuyulyapti. Hali qo'shida qo'yib yubor. Bizni sevgimiz dushanbaga davr bilib qo'ysinlar-da. Ha, qo'y. Bizni sevgimiz boshqacha.